Bugun 2020 yili 7 ayning 5-kuni. Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida Xitoy saqchi va qurolli qismlarining Uyg'urlarning tinish namoyishini qonliq bostirganligining 11 yilligi. Oliy maktab o'quvchilarini asos qilgan zo'r turkumdagi Uyg'ur 2009 yili 7 ayning 5-kuni Urumchida namoyish tashkillab, Uyg'urlar uchrayotgan besim, kamsitish, g'oyib bo'lish, tutqun qilinish va zavodlarda majburiy emgak silishga qarshi namoyish o'tkazgan. Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti va boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan tinchlik bilan elib berilgan deb qaralgan harakatlarni hukumatga qarshi isyon va to'polon deb atagan Xitoy Kompartiyasi hukumati namoyishga intayin qattiq usullar bilan aralashdi. Vaqa shohidlari Xitoy doiralarining voqeani qasddan qonliq qirg'inchilikqa aylantirganligini, fuqaroch kiyingan Xitoy jasuslarining namoyishchilarga qo'shilib olish orqali namoyishni nishondan yo'tkashga uringanligini bayon qildi. Bu munosabat bilan barliq shahidlarimizni rahmat va sevginish bilan yod etamiz. Turkiya İKK insonparvarlik yordam vaqfi İnsan ve İctimai Tadqiqotlar Markazi tarafidan tayyorlangan Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlari qadam-qadam irqiy qirg'inchilik nomli dokulat e'lon qilindi. 136 betlik bu dokulat İKK mudiriyat a'zosi Murat Yilmaz tarafidan tayyorlangan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga o'rin berilgan. Mazkur dokulat 4-iyul shanba kuni İKK'ning İstanbul Fatih'dagi markazida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida jamoatchilikka sunildi. İKK raisi Boland Yildirim dokulatni e'lon qilishdan burun qilgan so'zida rayonning uzun yillik vaziyatini texmi yaxshi tushuntirish uchun dokulatda ko'p tarafdan uchur va dalil berilganligini bildirdi. O Sharq Turkistonda yuz bergan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi musulmon dunyosini texmi ko'p ovoz chiqarishga va taratqularni bu masalaga texmi sezgur bo'lishga chaqirdi. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan birga Uyg'urlarning barliq madaniyat va diniy meroslarini yo'qotish qadamini tezlatmoqda. Nuriddin Izbasar apandi tayyorlagan va İKK insonparvarlik yordam vaqfi inson va ijtimoiy tadqiqotlar markazi tomonidan e'lon qilingan Sharq Turkiston doklati tarixdan bugungacha diniy va etnik bostirishlar nomli yana bir doklatda Sharq Turkistonning tarixiy jarayonidagi o'zgarishi va Xitoy ishg'oli bilan birlikda kunimizgacha davomlashib kelgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari bayon qilingan. Xalqaro Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari birligi Urumchi qirg'inchiligining xotira kunida Istanbuldagi Saraçxona maydonida axborot e'lon qildi. Buningdan boshqa 5-iyuldan 7-iyulgacha Saraçxonada Urumchi qirg'inchiligi haqida rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Yana bir tarafdan 2009 yili 7 ayning 5-kuni yuz bergan Urumchi qirg'inchiligining 11 yilligi munosabati bilan Amerika poytaxti Washingtonda namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Bayonotda biz xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga va harakat qo'llanib 21-asrdagi cho'ng qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiramiz deyildi. Shuning bilan birga Germaniyaning Myunxen va Belgiyaning Brusselda namoyish shakllandi. Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi Brusselda o'tkazilgan namoyishda Yevropa parlamentini Amerikaga o'xshash Uyg'ur qonunini ma'qullashga chaqiriq qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tünügün tor bekitida e'lon qilgan COVID-19 kalendarda elib berilgan o'zgarish bilan Xitoyning Wuhan virusining tarqalishini vaqtida doklad qilmaganligini e'tirof qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatıning tor bekitidagi yuqumining boshlanishi va tarqalishini ko'rsatgan kalendarda 2019 yili 12 ayning 31 kuni tunji kun deb qaralgan hamda Wuhan yerlik Səhiyyə komiteti bir turkum o'pka yollig'i bemorlardan doklad qildi deyilgan. Bu tor bekatning navbatdagi bayonotida Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitoydagi ishxonasi Wuhan yerlik Səhiyyə komitetining tor bekatida virusliq o'pka yollig'i munosabatli bayonotlarni bayqadi deb o'zgartirilgan.
Birinchi bayonotda virusning tunji bayqalishini Xitoy doiralarining doklad qilganligi bayon qilingan bo'lsa, o'zgartirilgan bayonotida Dunyo sog'liqni tashkiloti amaldorlarining Xitoyning bayonotlari orqali bu yuqumni aniqlaganligi ta'kidlangan. Amerika matbuotlaridagi xalqlarga qaraganda Xitoy Dunyo sog'liqni tashkilotiga yuqumning tarqalishi to'g'risida azaldan xabar berilib boqmagan. Xalqaro sog'liq xodimlari yuqumnish to'g'risidagi tunji uchurni Amerikadagi bir tor bekatga avatilgan uchurlardan bilgan. Dunyodagi nurg'un siyosiy rahbarlar, bo'libmi Amerika prezidenti Donald Trump yuqumning tarqalishiga Xitoy amaldorlarining mas'ul ekanligini, Dunyo sog'liqni tashkilotining bu jihatda yetarli tadbir qo'llanmaganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy virusi vaqalarining ko'payayotgan bo'lishiga qaramay, Trump minglagan kishilarning ishtirok qilishi bilan o'tkazilgan Mustaqillik kunini tabriklash faoliyatida so'z qildi. Trump irqchilikka qarshi faoliyatchilarni Amerika tarixini yo'qotishga urinish bilan aybladi. Trump 4-iyun Mustaqillik kunini tabriklash faoliyatida Janubiy Dakotadagi Rushmore tog'i obidasi oldida jam bo'lgan minglagan kishiga nutq so'zladi. Trump George Floyd vafot bo'lgandan keyin ko'chalarga chiqib irqchilik va soqchilarning zo'ravonligiga norozilik namoyish qilgan faoliyatchilar haqida to'xtaldi. U irqchilikka qarshi adolat talab qiladigan faoliyatchilarni tilga olib mundaq dedi: "Biz tariximizni yo'qotishga, qahramonlarimizni inkor qilishga, qimmat qarashimizni yo'qotishga va bolalarimizning mingisini yo'yishga urinayotgan rayimsiz safarbarlikka shohid bo'layotimiz."